Assalomu alaykum YouTube obunachilari. Mana bugun Ustoz Ojon akaning uylariga kelganmiz. Assalomu alaykum. Ustoz Ojon aka, yaxshimisiz aka? Suyimsiz? Charchamasdan. Ustoz Ojon aka, qani bir qator stollarni obzor qilamiz. Undan oldin manzillarimizni bir qator tushuntirib beramiz Ustoz Ojon aka. Seximiz manzillari Oltinko'l. Andijon shahar Oltinko'l tumani. Oltinko'l tumanida o'zimiz ishlab chiqaradigan sexlarimiz bor. Xudo xolasa ishlab chiqaramiz. Stollarimizni birinchi qo'l xudo xolasa hammayoqbop narxlarda qilib beramiz. Bu ishlarimiz qanaqa aka? Bu komplektlarimiz 12 talik rossiyskiy taxtadan ishlab chiqarilgan. Materiallari atachento, chesterli qilib, tugmali qilib qilingan bu komplektimiz. Bu komplektimizda 12 dona stoli bo'ladi. Xonlari bir o'yinga 275. Bu xonlarni xon taxta sifatida ishlatsa ham bo'laveradi. Komplektimizda xohlasa vodiy bo'ylab dastavkalari ichida 200 ming so'm qilib qo'ydik aksiya narxida. Xudo xolasa uyga borib 10 narx berish xizmatlari ichida. Yaxshi. Keyingi komplektlarimiz Qani keyin komplekt? Komplektni materiallarni har xil qilib qo'yganmiz. Materiallari atachento, chester qilib ishlangan. Gullari ananas gulli, rossiyskiy qattiq materialdan ishlatilgan yog'ochdan. Bu komplektimizni ikki xil materialda qilib tayyorlaganmiz. Naqshi gullik, atachento hozirgi trenddagi materialdan qo'yganmiz. Bu komplektimiz ham 12 talik, xonlari 1.275. Bu komplektimizning xonlarini ham xon taxta qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Har xil turdagi, rangdagi uylariga, mebellarga moslab chiqib berish imkoniyatimiz ham bor. Keyin komplektlarimiz shampan svetda sepilgan, atachento ko'k roli materiallar qo'yilgan, machalkalari qattiq qilib machalkalar qo'yilgan, orqalari broshka pardali chiroyli qilib qo'yilgan, Zarlar bilan boyitilgan ekan. Xohlasa yurtdoshlarimizga sifatli mebellar yetkazib berish harakatidamiz. Bu komplektimizda 12 dona stoli bo'ladi. Xonlari 1.275. Bu komplektimizni ham xon taxta qilib ishlatsa ham bo'laveradi xonlarini. Narxlarini 3.700 ming so'm qilib qo'ydik. Xohlasa vodiy bo'ylab dastavkalari ichida qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda. Keyin komplektimiz oq shu komplektni oq qilib kraskalarni sepganmiz. Kraskalari ham xohlasa sifatli turetskiy kraskalardan ishlatilgan. Komplektimiz ham chesterlik nima qilib komplektimizda tuynalari bilan boyitilgan. Bu komplektimiz materiallari ham rossiyskiy qattiq lisoy material ishlatilgan. Bu karkaslarida xohlasa o'zimizdan chiqadi. O'zimizdan 100% noldan shu holatgadir o'zimiz qo'limizdan o'tadi. Birovdan olib foydalanish nimamiz yo'q. Xudo xolasa narxlari shuning uchun hamyonbop hamma oladigan qilib qo'ydik. Bu komplektimiz ham 1.275 xon taxta qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Keyin komplektimiz ko'ramiz. Keyin komplektimiz yong'oq materialda ishlab chiqarilganmiz. Xudo xolasa materiallari atachento markazda chesterli qilib orqalarini broshka pardali qilib qo'yilgan. Bu svetimiz shampan svet deyiladi. Machalkalari 12 machalka qo'yilgan, orqalari uchli. Stolimizni old oyoqlari 3D posonda o'yilgan. Yog'och 3% yong'oq xudo xolasa. Xonlarimiz bu 20 ga 360 akvarium posonda qilib ishlab chiqarganmiz xudo xolasa. Bu komplektimizda 16 dona stoli bo'ladi. Vodiy bo'lib dastavka. Xon taxta qilib ishlatsa ham bo'ladimi bu nimangizni? Xon taxta qilib xudo xolasa ishlatsa ham bo'laveradi. Stollarni boshqa yerga olib
olib qo'ysa ham bu xonani xon taxta qilib boshqa xonaga qo'ysa ham bo'laveradi. Bu fasonimizni akvarium fasonimiz 16 talik. Narxlarini o'ta xohlasa yengil qilib qo'ydik. 9 million so'm vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda. Narxlar yaxshi hozircha. Agar baland qo'ysangiz o'zim pasaytirib berasiz deb qo'yaman. Xudo xohlasa keldan ko'ra, qolgan ustalardan ko'ra xudo xohlasa yengilroq qilib qo'yapmiz. Komplektimiz ham yong'oq materialidan qo'yilgan, qoplama posonda. Atroflari o'rnik machalka, uchli machalka bilan qoplangan, orqalari broshka pardali, atachento oq materialda qilib berganmiz. Buni ham machalkalari 12 lik machalkalar qo'yib, oldiyoqlari mana ko'rsangiz bo'ladi. 3D posonda o'yilib 100% yong'oqdan o'yilgan komplektimiz. Bu komplektimizning xonlari 120 ga 320. Komplektimizda 12 donasi to'liq bo'ladi. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida 6 million 300 ming so'm qo'ydik. Xudo xohlasa komplektimizni xonlarni ham xuddi shunday xon taxta qilib ishlasa ham bo'laveradi. Buni komplektimizning materiallarini so'rab qilishadigan, telefon qiladigan bo'lsa, bu yerda chiqmagan komplektlarimizni boshqa posonlari ham bor. Materiallarini, svetlarini boshqa qilib o'zgartirib berish imkoniyatimiz bor. Buni materialini o'zgartirib beraverasiz har xilidan. Tanlaganini o'z chiroyli qilib. Masalan, klient so'rab telefon qilsa, biz o'zimiz katalogimizni tashlaymiz. Yoqqan komplektlarimizni, ranglarini, machalkalarini, hamma yo'g'ini chiroyli qilib, Uyiga, aboyiga moslab, aboyiga, pardasiga moslab beramiz. Xudo xohlasa, sifatli qilib tayyorlab yurtdoshlarimizga tayyorlayapmiz, xudo xohlasa. Ustoga ishlari zo'r chiqibdi. Xudo xohlasa mana YouTube obunachilariga ko'rsatamiz. Xudo xohlasa yoqsa telefon qilishadi. Xudo xohlasa.